Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, boshlangullaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Sizlar bilan Shordon Kuning, men Kamina Bobur Egamberganov. Endi bu videomiz Dimchotki narxda sizlarga shikolant narxida zamon bo'ladi. Kvartiraga ko'rsatib o'taman. Minning narxda menimcha topolmaysiz, minning metrodan gazli sveti hamma narsasi bor. Bir dona kvartira emas, 5 dona kvartira sotib chiqqan do'stlar, eslatib o'tamiz. 2 dona 65 kvadrat metrli bor. 3 tane 75 kvadrat metrli bor. Baholarni oxirida aytib o'tamiz. Adresga keladigan bo'lsak, Yangiariqda Ziyo Optimni ko'pchilik biladi va Go'ssaroy desa ko'pchilik bilsa kerak menimcha. Unda chiqishi damozlar duradigan yer taqsilari va Qizil Optim, Demaxodok mesol lekin Dimchotki do'stlar, Alda parkovkasidan muammo yo'q, xudo xolasa, aytdi gaz, suv, svet hamma narsa bor. Sentralniy yo'l limondayna. Maktab bog'cham xudo xolasa zo'r berdi do'stlar. Marshrutdan muammo yo'q. El taraflar ham kengina, berib, archalar xudo xolasa taqlashtirib bersangizlar bo'ladi. Ko'rarsiz. 2 etajda bo'ladi. Shon tarafimizda ko'rsatamiz. Bu 65 kvadrat metrli bo'ladi do'stlar. Ko'rib turganingizdek, fasad qismi chiroyli tuzatilgan. Gap yo'q. Yana aldi tomonlar ham kengina bo'ladi ekan berimizda. Bizlarda yo'q, baho berarsiz. Yana mashina qo'yadigan joylari zaboh xudo xolasa. Bu taraf sotilgan ekan, bu sotiladi va bu tepadagi 3 ta kvartira sotiladi. Yangi ishdan boshlaymiz. Bismillah. Girganimizdan sizdan ishini bir koridor kutib oladi ekan, bu yerda umumaniyatchalari bor. Atachini to'g'ri remontdan chiqqan bo'ladi ekan berimiz. Elektriksa svetsa yo'qlik sababli qarang ko'rinishi mumkin. Bu tarafimizda kuxnyasi bo'ladi. Kuxnyasidan sinni kotellari bor yana. Yo'rto'laringizdan bu hamma narsa qoladi. Endi buni kelsangiz qoladi dedilar do'stlar. Bu 65 kvadrat metrli eslatib o'tamiz. Sashka bo'lgan. BBD'ning unitazlari, vannalari hamma narsasi bor. Do'stlar, men sizlarga tavsiya beraman. Ulgurib qaranglar, minning narxda topish qiyin lekin. Yana qaranglar. Balamizdan shunday bo'lgan do'stlar. Va balamizdan shunday xonasi bor. Ispaniya klassini planlashtirasiz. Eshiklardan alohida e'tibor berasiz do'stlar, svet avtomatchalari bor. Keling ko'rsatamiz. Bu 65 kvadratlarning narxini keladigan bo'lsak, 260 million so'mda tutdilar. Men bugun 11-aprel oqshom chiqardim. Hokimiyat narxi tomonidan 48 kvadrat metrli birinchi etajda korobka 280 million so'mda tutdilar do'stlar. Buni ko'rdingizmi? Bilinmay, ko'ringlar. Qaranglar. Buni eshiklarga e'tibor berasiz, 75 kvadrat metrli bo'ladi. Endi bu 3 xonali 4 xonali bizlarga planlashtirib ko'rib borasiz. Endi alashtirmasa sal bardaqroq. Bu tarafda muayyanchalari, qachonlar tutdi. Bu tarafimizda sanozir qismi bo'ladi. Yana vanna unitaz hamma narsasi bor. Dokumentidan absolut muammo yo'q dedilar do'stlar. Agarda plan bo'ladigan bo'lsa o'zim oladim. Yana sendikachilar ham gap tutdi. Nasozlar ham bor do'stlar, lekin shikolant narxi ishonaveringlar. Yana Atachini to'g'ri remont bo'lgan do'stlar. Masalan, bir remontni ataman deysiz ham ozmuncha pulim yetmaydi. Keladi. Samki o'zingiz ko'rasiz. Menimcha gaz plita bo'lishi kerak, adashmasam ular kelishlar dedilar. 75 kvadrat metrlarning narxini keladigan bo'lsak, bu yerni koridorni kengligini qaranglar do'stlar, men ko'rmayapman lekin hovliga kirgandim bo'ldi. Buni bahosi 300 million so'm dedilar. Faqat narx pul ko'rinishini biladi ekan do'stlar. Keling ikkinchi etajni ko'rsatamiz, qaranglar. Shunda aynan tarafi 260 million so'm, bu tarafi 300 million so'm. Faqat narx pul. Srochniy sotiladi do'stlar, eslatib o'talik. Alda parkovkadan muammo yo'q. Bu yerdan bir topsanimi, nima desak bo'ladi. Mebelni qo'yib, kofe ichib o'tiradigan mesaj bayna. Xudo xolasa. Mana sentra qarab. Ana unda xudokdan kelib yeyishda xudo xolasa bolalar bilan morojniy urib ishida o'tirsa bo'ladi. Ya'ni, bu tarafimizga keladigan bo'lsak, bismillah. Voy, bu koridormi, nima bu? Dalam ya. Tushunmayman. Bu yerda umumaniyatchalar bor, xudo xolasa koridor ham dum keng ekan do'stlar, alohida e'tibor berib o'tasizlar. Mana. Bu tarafimizda umumiy unitaz hamma narsasi bor. Polisi kafir. Oyoq kiyimizdan quruqavoy kafir do'stlar. Bu tarafimizga keladigan bo'lsak, kuxnyasi bo'ladi. Kuxnyasi ham yop-yorug' bo'ladi. Sendikatorlar hamma yerda qo'yilgan. Sifatli do'stlar, dokumentidan absolut muammo yo'q. Men gaplasam gaplayveraman, sotib olasiz sizlardan. Hozirdan ulgurib qaranglar, minning narxda topish qiyin. Eslatib o'tamiz. Mana bu tarafimizdan shunday xonalari bor. Agarda Boburbek menda bor desangizlar, xudo xolasa chiqinglar. Reklama qilib beramiz. Ko'rarsiz. Agarda sotib olishlaringizni tavsiya qilaman.
Mana shu bir dana like bilan rahmat aytsangiz bo'ldi do'stlar. Yine. Bu tarafimizda ham shunday variantda bo'ladi va Arxam. Bu 65 kvadrat metr, Orient tarafdagi 75 kvadrat metr. Narxi 300 million so'm, bu ham 300 million so'm va bu 260 million so'm. Narx pul ko'rinishida dokumentning absolut tamomı yo'q. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasiz. Videomizni danish ohanglari jo'natib qo'yarasiz do'stlar. Ya shuning gapi. Mestasan zo'r, elde tarafdan ham kenggan xudo xolasa, bundan ortiqini sizlarga topolmadim, menimcha topishim ham qiyin bo'lsa kerak. Mesta qarang, do'stlar. Cho'tkiligi. Videomizni yaqin do'stlar ulashib qo'yarasiz. Aytdik 5 dana kvartira sotiladi. Shunda 65 dan 2 dana 260 million so'm, 75 kvadratdan 3 dana 300 million so'm. Narx ko'rinishida. Videomizni yaqin do'stlar ulashib qo'yarasiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.